Uzun market haqida balki siz bilmagan ma'lumotlar. Uzun marketda ishlash uchun davlat tomonidan tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Undan keyin har oy davlatga soliq to'laysiz, chunki endi siz rasmiy tadbirkorsiz. Uzun marketda mahsulot savdosi orqali daromad qilish mumkin. Mahsulot uchun kamida $300-500 balki undan ham ko'proq sarmoya kiritishingiz kerak. Uzun market suratli bozor mahsulotingizni mijozga taqdim qilish uchun juda ham sifatli suratlar olishingiz yoki oldirishingiz kerak. Bu uchun ham pul sarflashga to'g'ri kelishi mumkin. Undan keyin uzun marketda o'z tijoratingiz bilan shug'ullana olasiz. Bu ma'lumotlar bilan bo'lishimdan maqsad tijorat uchun sarflab bu pulni yo'qotib qo'ysangiz ham hayot sifatingizga ta'sir qilmaydigan mablag'ga ega bo'lsangiz, uzun marketga qo'shimcha daromad olish uchun kirishingiz mumkin. Lekin birdan uzun market sizga asosiy daromad manbaiga aylanmaydi, balki umuman daromad keltirmasdan yopishingizga ham to'g'ri kelishi mumkin. Bu videoni uzun market bilan qiziqib yurgan do'koningizga yuborib qo'ying. Bu ma'lumotlar qanchalik yoqimsiz tuyulmasin, hammasi ham hamma aytgandek oson emas.